kasal holimga uchrashuvga chiqaman deb avariya bo'ldik. Har 2 kunga uyimizga sovchi keladi. O'sha uchun 26 ga kirding, bitta qilib ko'r qani deganlari uchun mayli uchrashuvga chiqaman dedim. Yandex.ga Spark bilan ketyapman. Orqamizdan Jitavur qora kelibdi-yu, o'ynachasi bilan dalq urib ketibdi. To'xtab, uzr so'ramayapti, nima bo'ldi deb ham ko'rmayapti. Shunday qilib, unamnay qilib bizga qarayapti, trezasidan. Idalishib ketibdi, to'xtamasdan. Bu ham mayli. Uchrashuvga borsam agar, u bachani ko'rmaganman, tonimaganman, u meni esa tonigan, Instagramga kuzatayotgan meni. A demasdan, B demasdan Instagramdan necha pul topasiz deyapti menga. Agar Instagramingizni tashlasangiz, agar keyin qayerdan ovqatlanasiz, qayerdan kiyinasiz, qayerdan pul topasiz deb faqat pul haqida savol beryapti. Men sizni oldindan kuzataman. Даже muxlislaringiz ham sizni bilmaydi deyapti. Hay, rahmat desam agar, menga qarang, oldin domga turardingiz, o'zingizni uyingiz edimi o'sha? Nimaga hozir biz bilan turibsiz desa bo'ladimi? Yana aytibdiki, o'sha siz aytib berayotgan yigit haqiqatmi yoki yolg'ondami?